1927-yili Joseph Sheppax mana shu brendga asos solgan. Bu brend ключlari bor, boshqa instrumentlari bor, lekin nemislarning ключi kerak menga deb yurgan akalar uchun ular ключ nabori jinni variant keldi. Bitta ochib ko'rsataman. Sifatga o'zingizlar baho berasizlar. Nemetskiysini ko'pchilik so'rashadi, zo'ri bormi deb. Mana sizlarga zo'r variantlari keldi. $135 eng qizig'i narxi. Mana bunisini bitta ko'ringlar, yaqinroqdan ko'rsatasizlar mana. Buni qarang. Sifatmi, o'zini treshotka naborlari, hamma narsasi bor. Idealniy nabor professionallar uchun. Mana bunisi $185. 200 ikkitali naborimiz. Buni ham bitta ochib ko'rsataman. Bu bilan buni nima farqi bor? Ko'rasizlar. Xuddi shunaqa upakovkada agar buyurtma qiladigan bo'lsanglar boradi. Nemislarning ключlarini bitta ochib ko'rsating. Qanaqa? Mana Sheppax bo'lsa, Sheppax. Buni endi Yevropalarda, chetlarda juda yaxshi bilishadi bu brendni. Mana. Vau, mana sizlarga nabor ключ. Hamma narsasi bor ekanda. Bu 202 talik, mana bu 140 talikmidi? Xullas $135 ga $185. Qaysi biri sizga ma'qul keldi? Bu brendni bilarmidingiz yoki yo'q? Fikringizni izohlarda qoldirasiz. Bundan keyingi zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiskani bosib qo'ying. Like esdan chiqmasin.